Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala hamdü sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge dur salamlar olsun. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhinin qarilerinin edeb kaideleri degan kitabida qiraat adab qoidalarida to'xtalgan to'q. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi mushu adab qoidalarini bayon qilib deydiki, beparvo qarilardan sodir bo'ladigan ba'zi sahvalliklardan saqlanish. Әһмият беришке диqqat qilish tegishli ishlarning biri ba'zi beparvo qorilar sal qilayotgan ishlardan saqlanish, Qur'onning hurmatini qilishdir. Misol sifatida bulardan bir qanchani so'zlab o'tamiz. Birinchi, Qur'on o'qitib kulish, varang-churun qilish va zaruriyatsiz gap qilishdan saqlanish. Qur'on o'quvchi Allohning va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Allah'ın rahmetiga erişişinler için Kur'an okulgan çağda onu dikkat bilen vacim turup anlanlar, yani söz kılmanlar diyen buyruğa emel kılsın. Ve İbn Ömer radıyallahu anh'ı özüge ülge kılsın. İbn Ömer radıyallahu anh'a Kur'an okulsa özü okumakçı bulgan surelerini okup tüketmekçe gep bulmaydı. Bu hadisini Ebu Bakır ibn Abi Davud rivayet kılgan. İmam Bukhari bazısının özünün Sayyid Bukhari namlı kitabının tefsir bölümü Tövmün başı 27. hadiste rivayet kılıp ahırda İbn Ömer radıyallahu anh'a Kur'an okuştun parıg bolmoğuça gep kılmaydı degen. Yani Kur'an okuyatkan çağda baş toxtatılan yendiki savaqtışı bilan çaqçaqlışıp ötüp külüşüp yani Kur'an okup bunda kılmağı demek. İkinci, kol ve başka narsalarını oynaştan saklanış. Çünkü o Rabbi bilen sırdışıvatkandır. Bundak bulgan iken Rabbinin aldığı bihude işlerini kılması lazım. Üçüncü, zihnini çaçılan narsalarga qaramaslik. Bulunmu namahremlerge tikilip qaramaslik. Allah Teala kullil mu'mini yaguddu min absarihim. Mümin erlerge ettin ki namahremlerge tikilip qaramasın. Ama sen Kur'an okutup telefon oynaştayınla türlük dikkatini çaçılan işler müşdari kirip ediyor. Ama sosyete ilim birim, davalaş, ta'lim terbiye degandek ehtiyojli ishlarda qarash joiz. Lekin qarash ehtiyojiga qarab bo'lishi, zurriyatsiz davomli qaravermaslik lozim. Shuningdek muallimmo taliblarga zarur bo'lsa qarasa bo'ladi. Alloh taolo eng yaxshisini bilguchidir. Endi bu qarash masalasi nimadan kelib chiqiliq endi. Qur'on o'qitib, namanam qarama degandan hozir gap uzrab qoldi. Bo'lmasa buning tilovatga aloqasi yo'q. Qiraat so'ridan qatnashgan kishilar shuningga o'xshash yomon ishlarni ko'rsa qo'lidan kelishicha to'sishi, qo'li bilan tuzishga qodir bo'la olsa qo'li bilan tuzishga qodir bo'la olmasa og'zi bilan to'sishi, agar uningga qodir bo'la olmasa ko'ngilda bo'lsa qarish turishi lozim. Lekin gap bilan tuzadigan bo'lsa qo'lni ishlatish kerak emas. Bu hadisning lafzi bo'yicha nima qiladi? Albatta bir og'iz gap bilan to'salaga shu qo'l ishlatish kerak emas-ku. Lekin amr ma'ruf qilishdik kuchlik mavqedan tortib bunda tartiblar. Qur'onni arab tilidan boshqa tilda o'qishni hukmi. Arab tilini yaxshi bilsin yoki bilmasin, namoz bo'lsin yoki bilmasin, Qur'onni arab tilidan boshqa tilda o'qish joiz emas. Masalan, bizning vatanda 90-yillarda namozda Fatihani uyg'urcha o'qiymiz deydigan chiqqan. Fransiyada, Parijda bir qatim taravida Qur'onning fransuzini o'qiymiz deydigan chiqqan. Masalan, ma'nosini tushunmay o'qiganning foydasi deydigan bor. Demek bir yerde Kur'an'ı Arap tilden baş tilde okuş caiz emas. Nima uchun? Çünkü Kur'an'ın tercümesiga tercümanның ve mufassirlerinin qarashlari sığındıgan bo'lg'achqa, uning mo'jizlik xususiyati bo'lgan Allohning arabcha kalamining dil o'zligili bo'lmaydi. Bu vajdan tercümesini o'qish Kur'an'ның mazmunini o'rganish, oyatlarning ma'nosini tushunish va boshqalarga tushundirish jihatdan savobli ish hisoblansa bu, lekin bu Kur'an'ni tilovat qilganning o'rnida turmaydi demak. Biz izohda yozib qo'ygan mazmun. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi deydi, eğer namazda başka tilde okuyan bolsa namazı ada bulmaydı. Yani Fatiha'nı Uygur tilde okusa köpçülük alimlerinin nazarında ada bulmaydı. Bu bizden Şafiilerden ve İmam Malik, Ahmet, Davud, Abu Bakr, İbnül Munzir katılıklarının karşıdır. Yani köpçülük alimlerinin karşı. Ebu Hanife rahimahullah Arap tilden başka tilde okuş caiz. Onun bilen namazımı ada buludu deydi. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahullahlar, İmam Ebu Hanife'nin iki şagirdi, başka tilde okuş Arap tilini yaxshi bilmaydigan kishi uchun durus, yaxshi bildigan kishi uchun durus emas deb qaraydi. Endi Hanefi mazhabda imom bilan ikki shogirddan qarshi farqli chiqqan ekan, Hanefi mazhab zot bu masalani nima deb tushundirdi desak, İmam Marg'inani Ebu Hanife va shogirdlar orasidagi qarash farqini bayon qilib bo'lgandan keyin Hidoya kitobida deydiki, ular orasida arab tilidan boshqa tilda o'qish bilan namozning buzilmaydiganligida ixtilof yo'q. Ixtilof bo'lsa, arab tilidan boshqa til bilan qiroat qilsa,
namoziga farz qiroatga hisob bo'lamdi yoki bo'lmamdi? Hanifiy mazhabda namozda Qur'onning Uyg'urcha tarjimasini o'qibdi birisi. Fatihani o'qib bo'lgandan keyin bir surani Uyg'urcha o'qibdi desa namoz buzilmaydi deydi. Endi masalan Fatiha o'qimasang namoz bo'lmaydi deymiz-ku. Fatihani Uyg'urcha tarjimasini o'qidi bizsa. Bu chaqda Fatiha o'qigan hisob bo'lamdi desa hisob bo'lmaydi. Mana farz qiroatga hisob bo'lamdi yoki bo'lmamdi degan masaladir. Imom Abu Hanifaning ikki shogirdining fikriga qaytganligi rivoyat qilindi va shu qarashga tayinildi deydi. Demak, Hanifiy mazhab qarshi bo'yicha oyatlarni arabcha o'qiy olmaydigan kishi namozda oyatlarning tarjimasini o'qigan bo'lsa, namozi ado bo'lgan bo'ladi. Arabcha o'qiy olmaydigan odam. Ammo arabcha o'qiy oladigan odam bo'lsa, arabcha o'qish kerak. Imom Abu Hanifa mo keyin mush ikki shogirddan qarshi qaytgan demakchi. Masalan, birisi musulmon bo'ldi yangidan. Musulmon bo'lib, elhamdülillah arabcha o'qiy olmaydi. Lekin uning shu o'zining tildagi tarjimasini qancha yodlab olib o'qiy oladi desak, ashunda odamlar o'qisa mayli, ugunib bo'g'icha demakchi. Hanifiy mazhabda yana bir nuqta, Fatihani arabcha o'qidi. O'qigandan keyin biroz surani Uyg'ur tarjimasini o'qisa namozi buzilmaydi demakchi. Lekin endi bu jamoatchilik bunda o'qiydigan ahvollarda buni zodi cho'qim shu jamoatchilikning ichida, jamoatning ichida albatta bildigan chiqdiki, bu cho'qim arabcha o'qishlar. Nima uchun? Masalan, Parijdagi bir masjidga borlar, namoz o'qiydi. Kirishlar fransuzcha o'qisa, sizlar tang turgan gap. Yaponiyaga yaponcha kirgan deb o'qisa, bu boshqa baga odamlar ishini qilmay o'tirgan gap. Davoni kim bu islomning dunyoviyligining nishonasi arabcha o'qish lozim. İmam Navaviy rahmetullah alayhi deydi-ki, mutavatir ve şaz kıraatlar bilen Kur'an okuşunun hükmü. Kıraatını hazır mutavatir ve şaz deb ikki gayrıdı. Mutavatir degen nurgun qari ustazlar, nurgun şagirdler Kur'an öğütüp aşında kelgen rivayet. Yani keskin Kur'anlık ispatlangan rivayet mutavatir buldu. Şaz degen ço, şaz degen mutavatir bulmagan. Lekin sahih kelgen bolsa mumkin. Sahih keldi. Ahad keldi. Yoki Qur'onning yezilish uslubiga zid keldi. Yoki arab til qoidasi tushmaydigan keldi. Bu ahvolda bu shaz deb ataldi. Shaz degan yani yat, g'ayri. Nodki bu shaz qiroat qanday oldi? Qur'on hisoblanmaydi. Uni o'qsa Qur'on o'qigan bo'lmaydi. Chunki tavatur yo'q. Qur'onlikni nima bilan isbotlandi? Tavatur bilan isbotlandi. Qur'onni birlik kelingan 7 xil qiroat bilan o'qish durust. Kur'an 7 xil qiroat bilan nazil bo'lgan. Masalan, desek Maliki yevmiddin dedik. Malikini Maliki yevmiddin deb o'qish bor. Sirat, ihdina siratal mustaqimni ihdina siratal mustaqim deb bor. Ziratal mustaqim deb bor. Balki u ba'zi mutawatirda emasdi. Shunda bir farqlar. 7 xil qiroat bilan o'qish durust. 7 xil qiroatdan boshqa qiroatlar va 7 qaridan naql qilingan shaz rivoyatlar bo'yicha o'qish durust emas. Bu 7 qari degan bir atalg'i bor edi. 7 qari degan qiroatni sahabi va tabiinlardan o'rgangan, tabiinlar davrida Hijoz, Iroq va Sham diyorlarida qiroat ilmida alohida ko'z ko'rgan va nurg'un taliblarni yetishtirgan qiroatlarni umum musulmonlar birdek qabul qilgan 7 atoq olimni ko'rsatdi. Mesela İbn Amir, İbn Kesir, Asim, Nafi, Ebu Amr, Kesai, aşı alimler. Mesela biz hazır okutkan kıraat Hafs an Asim. Hafs Asim'den rivayet edilen kıraatla okuyumuz. 7 xil kıraat bilen duruz, şaz kıraat bilen okuş duruz emesidir. Allah halisa 7. babda Kur'an'ın şaz kıraatlar bilen okuyan ve okutkan kişinin fakihlerinin tevbe kılışkı buyuruşta birlik kelgenlikini bayan kılımız. Yani şaz qira'atning ba'zi manda kelib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir sahabi Qur'onni yozib qoldi bir so'zni. Bunda arliqqa o'zining bir tafsirini izohlab qo'ymoqchi. Masalan, ba'zi sahabining nimasida yozib olgan Qur'onda endi bu hafizu alas salavati va salatul usta, salatul asr. Va salatul usta degan salatul asr namozi deb bunda yozilgan. Va endi qira'at qiladi. Va sariqu va sariqatu faqta'u aydiyahuma aymanahuma deb Eydiyahuma'nın onun aymanahuma. Ularının kolunu kesenler diyen, on kolunu kesenler diyen. Fasiyami thalathat eyyamin mutetabi'at. Mesela Kasem Kappar'da, Sura Maide'de. Fasiyami thalathat eyyam da biz bunda kıraat kılımız. Aşhaz kıraatta fasiyami thalathat eyyamin mutetabi'at. Aqaqıdan ulap 3 gün tut diyen. Bizde aqaqıda ulap diyen gep yok kıraatimizde.
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى İbn Mesud radıyallahu anhu وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثَى deb qırat qildi. Şagirtlerim aytadi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Biz min enfusikum üzerinden bir peygamber geldi deymiz. Bir qıraatda لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفَسِكُمْ Enfusikum degan en şereflik, en islaminden peygamber geldi degan bu. Ya eyyühellezine idâ nudiyel salate min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillah. Şaz kıraatta famdu ila zikrillah. Allah'ın zikri berenlar dedi. Bizimki de ildam manlar dedi. Tiz mansı var bizde. Bu şaz kıraatla köpünçe Kur'an'ın ayetlerine, biz şaz kıraatını Kur'an emas dedik hazır. Kur'an değilmeydi. Lekin mesela Arap til tatbiqatıda, fiqhi hüküm elişte, mesela fısyanı salata ya mutatabiat dedik o. Mutatabiat degenin bağmanında, daha 3 özünü siz aqaqdan tutuşunuz gerek degan hüküm chiqarishda foydalanadi bundan ba'zi mezheplar. Tafsirda foydalanadi. Masalan, fatahrir raqaba desa, fatahrir raqaba mu'mina degan bo'lsa, mu'mina raqaba bo'lish kerak ekan degandek, shu. Qur'ondan emas desak, o'quvchilar masalan undan Qur'ondan emas narsani o'qiyotganlar olmanda. Bu Qur'on deb o'qimaydi-da uni. Shunda bir ahad rivoyatli bakan deb o'qiydi. Shu Qur'onlik isbotlanmaydi ahad bilan. Kur'an digilolmaydi. Mesela onu okusan bir harfke 10 savab berilgan deyilmaydi. Lekin tafsirda, qiraat ilmida, fiqh ahkamida buni tadqiq qilganlar o'qiydi. Buni birisi masalan Sahih Buxoriyni kelibdi. Va ma xalaqaz zakara val unsa deb o'qimayman va zakara val unsa deb o'qiyma desa, nima yerda Imom Navoiy rahmatullohi alayhi degandek faqihlarning tavba qilishga buyurishga birlik kelganligini bayon qilamiz. Yani tavba qil deydigan. Bizden Şafii ustazlarımız ve başka alimler bilip durup namazını şaz kıraat bilen okugan bolsa namaz bulmaydı. Eğer bilmey okugan bolsa namazı buzulmaydı. Lekin kıraat hesaplanmaydı deydi. İmam ibn Abdülbar şaz kıraat bilen Kur'an okuşunun ve şaz kıraat bilen namaz okugan kişinin keyin namaz okuşunun dürüst emasligida bütün Müslümanların birlik kelganligini naql qilgan. Ulamalar şaz kıraat ekanligini yoki şaz kıraat bilen okuşunun durust emasligini bilmay o'qib salgan kishiga buning xato ekanligi ta'lim beriladi. Agar qayta o'qigan bo'lsa yoki bilib turib o'qigan bo'lsa, bunda o'qishdan yangan qadar qattiq jazolanadi va uni to'sishga qodir bo'lgan har qanday kishining to'sishi, cheklashi vojibdir deydi. Demak, bu bir jinoyat agar qilsa. Kajlik bilan shuni o'qiydim desa, nima uchun bu ig'ir oladi desa, bu mutawatir kelgan Qur'onning nimasini qo'ychidir. Anın mutawatirligini ma'nun ahadlik bilan qo'chitib, keyin bu yerda yag'ma Qur'onni emas datalash jangizlar o'ynaydigan. Buni endi olimlar aralashtirmagan bo'lg'achqa, hozir bizning mana Qur'onda hech qanday ixtilof yo'q bu holatda keladi. Bir qiraatni yana bir qiraatga o'tkazishning hukmi. Qari qiraatni mashhur bir qiraat bilan boshlagan bo'lsa, oyatlar ma'no jihatdan bir-biriga bog'lanishli bo'lgan taqdirda başlagan qiraat bilan o'qiverishi lozim. Ma'no jihatdan bog'lanishliq oyatlar oyoqlashgandan keyin 7 xil qiraatdan xohlagan biriga yo'tkilib o'qisa bo'laverdi. Ammo shu so'rinda dastlab başlagan qiraat bilan o'qivergan yaxshi. Masalan, bir surani hozir Hafs an Asim qiraati bilan boshladi. Oyoq tushirayotgacha shu qiraat bilan o'qi. Yani bir parçını başlığında onu mesela Şu'be'nin rivayetiyle okumakçı olsan, onu başta ayak şunda oku deydi. Ama lekin bu Mısır, Suudi Arabistan ve bazı Arap devletlerinde neşhil kıraatki küngen, onu doğru düşündüğün, datalar çıkmaydıgan yurtlar şunda. Lekin bizden diyarımızda baş kıraatıyla okumasılar. Hafs an Asim. Aşkıratılığıyla mı okumalı? Bu mesela Maliki Yevmiddin diyen onu Maliki Yevmiddin ise atacılık galet okudu edip ya da gıdıgıdın bulduğun. Makarimi galet okuyken. Yetkil kıraat küngel olsa bu cidel çıkmaydı. Lekin hüküm cihatta benim şu İmam Navoiy rahmetullahi diyendek bir xil o'qishing kerak. Nima uchun? Başdagi oyatning qiraatila o'qigan chaqda oyog'imi shuning bilan moslashadi. Agar beshini manda oyog'ini moslashmaydi u. Ma'nodan chataq chiqadi. Masalan, fatalaqqa Adamu min robbihi kalimatin. Fatalaqqa Adamu. Endi yana bir qiraatda fatalaqqa Adama
min rabbihi kelimatun. Endi hozir beshida fatalaqqa adamu min rabbihi deb adamuni bir qiroatda adamu deb rafa o'qidimi? Bak keyinginimi yana bir qiroatga asosan kelimatni rafa o'qidi. Adamu kelimatun desa chetaq chiqdi. Bu yamaq qiroat deymiz. Yamaq qiroat desa chetaq chiqdi. Sen sistem bo'yicha mana shuni lazım. Qur'onni suralarning rad tartibi bo'yicha o'qish. Ulamolar tanlangan qarash shuki, Qur'onni namozi bo'lsin yoki namozning sirtida bo'lsin, suralarning rad tartibi bo'yicha avval Fatiha, andin Baqara, andin Ali Imron bo'yicha o'qish kerak deydi. Hatto ba'zi Shafiy ulamolari agar birinchi rakatda Qul a'udhu bi robbin nas ni o'qigan bo'lsa, ikkinchi rakatda Fatihadan keyin Baqarani boshlaydi deydi. Ya'ni bular mush tartib bo'yicha o'qishing kerak debdi. Xuddi mush o'qish vojibligideklar. Bu kimlar ekan? Ba'zi olimlar. Yana ba'zi Shafiy ulamolari bir surani o'qib tugatsa, uning keynidan keladigan surani o'qish mustahab deb qaraydi. Yani bu vojib degan gap yo'q, mustahab. Buning dalili Qur'on Karimning hozirgidek tartibda radlanishida ma'lum hikmat bor. Yani Qur'on Karimning suraning tartibi Payg'ambar alayhisalom bekitgan tartibdir. Ma sura, uningdagi ma'u. Hatta namozda Payg'ambar ba'zi o'qidi, masalan, Baqara, Ali Imron, undagi Nisa, bunda nima qildi bog'on. Shuning uchun juma kuni bomdod namozida birinchi rakatda sajdani, ya'ni sajda 32-sura, ikkinchi rakatda insonni 76-sura, Eid namozining birinchi rakatida Qafni, ya'ni 50-sura, ikkinchi rakatida Qamarni 54-sura, bomdodning sunnatining birinchi rakatida Kafirunni, ikkinchi rakatida Ixlosni, birinchi rakat 109ni, ikkinchi rakat 112ni. Vitrning birinchi rakatida A'lani, ikkinchi rakatda Kafirunni, uchinchi rakatda Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'qish degandek ayrim dalil kelganlardan boshqa suralarda musha hikmatga rioya qilib tartib bilan o'qish lozim. Demak, bu yuqorqi suralar hozir bir surani o'qidi, ammo necha surani tashlatib, keyingi surani o'qidi. Oldingi surani o'qib qolmadi. Buningda mushu tariqada o'qisa bo'ldi. Endi bunda o'qish kelmagan bo'lsa, oxirgilam surani o'qisa bo'ldi. Bu sad demakchi. Navoda tartibga xiloflik qilib, biror surani o'qib bo'lib, uningga agishib keladigan surani o'qimay, boshqa sura o'qigan bo'lsa, yoki bir surani o'qib bo'lib, rad tartibda uningdan burun keladigan suralarni o'qigan bo'lsa, bu durust. Chunki biz mustahab-ku tartibda. Bu durust. Bu haqda nurg'un hadislar kelgan. Keyingi surani o'qib bo'lib, ikkinchi rakatda masalan, boshqa sura qaysa. Yoki namozning sirtida masalan, oxirgi surani o'qib, undan keyin boshqa keladigan sura qaysa, bu durust deydi. Umar roziyallohu anhu bomdod namozining birinchi rakatida Kahfni 18-sura, ikkinchi rakatida Yusufni o'qigan 12-sura. Bir bo'lik ulamolar Qur'on Karimning tartibiga xilof holda o'qish makruhdir deb qaragan. Masalan, bizning yurtda Hanafiy mazhab qarashi shunda deb mashhur-ku. Abu Bakr ibn Abi Davud Hasan roziyallohu anhu, Hasan Basriy demakchi, Qur'on Karimni rad tartibga xilof holda o'qishni makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. U yana sahih sanad bilan rivoyat qiluvdiki, Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhuga falon kishi Qur'onni suraning rad tartibiga rioya qilmay ta'tir o'qiydi ekan deyilganda, Ibn Mas'ud u qalbi ta'tir kishi ekan degan. Balki hamda bu Ibn Mas'udning ko'zda tutqini surani ilgari keyin o'qish masalasi emas, bir suraning ichidagi oyatni oxirdan oldi qarab o'qish bo'lishi mumkin. Buni tankisil oyat deymiz. Bir suraning ichidagi oyatlarni ta'tirishga o'qishda. Qul vallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Va lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid va lam yulad. Bunda oxirni o'qish. Bo'lmaydi. Ammo bir surani oxiridan 5 qarab o'qishga qat'iy bo'lmaydi mana. Chunki bunda o'qiganda Qur'on Karimning ba'zi mo'jizlik uslublari va oyatlarning rad tartibiga hikmatlar yo'qolib ketib qoladi. Abu Bakr ibn Abi Davud katta tabiin, İbrahim an-Naxai va Imom Malik rahimullohning undaq o'qishni yomon ko'rdiganligi va Imom Malikning undaq o'qishni ayblab, bu cho'ng xatolik deganligini rivoyat qilgan. Endi buni odatda kishilar unda o'qimaydi. Unda o'qiydigan odam yo'q. Lekin ba'zi jutlarda, Qur'on yozilgan qarixonlarda qarina Qur'onni pishirish uchun bir surani oqidan oldidan oqiga bunda o'qitib ko'ndirimiz deydiganlar bor ekan. Ba'zi davlatlarda. Bizning jutunda yo'q. Masalan, Arab davlatlarida shu oyatning numeri bilan yozilganlar bor. Falan sur manchinchi oyatni o'qiyotsa, manchinchi oyatni
Aldırgı ayetini okursa aldırgı ayetini okuyalaydı. Bizim vatanı qariyli çoğu aldırgı ayetini ötemeyimiz. Tersi. Lekin anda pişirse aldırgı ayetini okuyalaydı. Lekin bunda okuş artıkça hem ayetin tatuqa bu bir xatarlik daire kirip kaldı. Mana taturga mağdı. Undan biz bunu unda pişirmasak mı? Şu normal pişirip mağsak bu aldığı qaytanmay qalsın meylen qanday qilamiz. Hozir bizning vatanda ko'z tutquni mesela bir sure o'qidik hozir namozda. Ikkinchi rakatga uning oldi sunni o'qib qolsang bo'lmaydi, makruh deydi. Surani tatur o'qish degan doirada. Lekin nima sahih rivoyatlar bo'lg'achqa bu makruh emas. Unda o'qisa bo'ladi. Kichik bolalarga Qur'onning oxiridagi suralardan 5 qarab o'qitish yaxshi ish. Bizning vatanda bo'lmaydi. Masalan, dastlabda savodin chiqag'ili bir balani tarixini akirib bersa, Allahu ahad, Allahu bir falaq va nasni boshda bir o'qitish mumkin. Bundan keyin oxir qaytadi. Bunda qaytib, inna fatahna qadar bordi. Shunama ba'zida qadsami Alloh parisini qo'yib turib, oxirida 2 para, undan keyin 1,5 para, 3,5 parani o'qitilg'ash bor. U Qur'onni ta'tir o'qish qatoriga kirmaydi, chunki u boshqa kunlarda ayrim o'qiladigan qiroatlardir. Shundaqla bu xil o'qitish bolalarning Qur'onni yodlashini qulaylashtiradi. Alloh eng yaxshisini bilguchidir. İmam Nawawi rahmetullahi alayhi yana qiraatning adab qoidalari qatorida deydiki, Qur'on qarab o'qishning afzalligi. Qur'on qarab o'qish yalqi o'qigandan afzal. Chunki Qur'onga qarashning o'zin bir ibodat. Qur'on qarab o'qiganda Qur'on o'qish va Qur'onga qarashdan iborat ikki ibodat birlashgan bo'ladi. Bu Qozi Husayn va Abu Hamid G'azzali qatorliq Shafiy ustozlarining va ko'plagan salaf ulamolarining qarashidir. Qozi Husayn biz o'tgan bir to'xtab o'tdik-ku. Bu Mahmud Kashg'ariy bilan Yusuf Hasajibning davrida Turkmanistonda yashagan olim. Qadi Husayn ibn Muhammad al-Marvazi Abu Ali. Bu Imom al-Haramaynning ustozi. Imom al-Haramayn G'azzalining ustozi. G'azzali Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-G'azzali. İmam G'azzali İhya Ulumuddin adlı kitobida ko'plagan sahobalarning Qur'onni qarab o'qiydiganligini, birer kunning Qur'onga qaramasdan o'tib ketishini yomon ko'rdiganligini naql qilgan. Abu Bakr ibn Abi Davud nurg'unlagan salaflarning Qur'on qarab o'qishni afzal deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Men bu vaqtda boshqa qarash borligini bilmayman. Navoda Qur'on o'qish shaxslarga qarab farqlanadi. Qur'on qarab o'qsimi, yodga o'qsimi xushu va tafakkur o'xshash bo'lgan kishi uchun Qur'on qarab o'qish afzal. Yodga o'qsa qarab o'qigandan texmi yaxshi tafakkur qilib xushu bilan o'qiy oladigan kishi uchun yodga o'qish afzal deyilsa, bu mu yaxshi qarash bo'ladi. Salaflarning so'z va ish harakatlaridami mush tariqada farqlantirib tushunish muvofiqdek ko'rinadi, deydi Imom Nawawi rahmatullohi alayh. Mishal to'xtayli. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.